kelajak kasbi deyishadi treyderlikda. Treyderlikni boshladingizmi, siz uni chiroyli qilib qonuniy qilib qo'ying. Biz sizga yordam beramiz. U вообще muammosi yo'q. U tomoni bor. Keyin hozirgi holatda bitta shartnoma publichniy oferta qilib qo'yasiz. Publichniy ofertaga asosan bir nechta odamlarga sotsangiz bo'ladi. Hammasi bilan bittalab do'g'ri tuzish shart emas hozir. Ya'ni o'zingiz saytingizga publichniy ofertani joylashtirasiz. Misol uchun fayl cookieslar bor, o'shanga rozi bo'lasiz, disclaimerga rozi bo'lasiz. Shunaqa hujjatlarini, ya'ni sizni hamma bilan alohida даже поставщикlar bilan-da, даже поставщикlar bilan alohida shartnoma qilgandan ko'ra bitta единый publichniy ofertani tashkillashtirib beramiz va publichniy ofertaga asosan siz uni приложениyasi orqali tasdiqlaysiz. Yoki publichniy oferta degani уже uni qayerdadir уже tasdiqlash kerak emas, уже SMS bilan ham tasdiqlab qo'ysa bo'ladi. Faqat o'sha SMSga haqiqatan o'sha qaror qiluvchi, ya'ni LPR shaxsligini biz avtorizatsiyadan o'tkazib olsak bo'ldi. Bunda IT produktlar bor, biz yordam beramiz, kim qilishni ham bilamiz, lekin mana bu yuridik tomonini hammasini o'sha publichniy ofertaga asosan shartnoma borib haligi eskichasiga, ya'ni borib yana imzodan nima tasdiqlash shart emas hozir. Publichniy oferta beramiz, ishlaydi, davom etaveradi. IT kompaniyalarga juda ham zo'r, juda ham qulay narsa.